Assalomu alaykum, men Saida Sabirovna. Ayollar shaxsiyatini rivojlantirish bo'yicha ekspertman va ko'pchilik ayollarga o'z bilim va tajribalarim bilan bo'lishib, yaxshi natijalarga erishib kelishdi. Oxirgi bo'lib o'tgan master-klasslarim bu yosharish formulasi va duolar ijobati master-klassida ko'pchilik ayol qizlarga manfaatli bo'ldi va o'zlariga kerakli bo'lgan savollarga javoblarni olishdi. Men Mo'jizalar kaliti kursini muallifiman va bu kurs haqida sizlarga videoni oxirida ma'lumot berib o'taman. Hozir esa sizlarga va'da qilingan darslik. Darsligimiz esa aynan oiladagi er-xotin munosabatlaridagi muammolar haqida bo'lib o'tadi. Ko'pchilik konsultatsiyamga kelgan ayollar turmush o'rtoqlari bilan muammolarni aytishadi va siz menga yordam bera olasizmi? Qanday bunga yechim bor? Menga o'rgating deyshadi. Aslida men ham bir bandaman, ya'ni aslida buni faqatgina siz o'zingiz o'zgartira olasiz. Uning uchun esa biz shunchaki qanday formulalarga asosan yashashimiz kerakligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizga buning sxemasini chizib ko'rsataman. Biz bilamizki, oilada ayol va erkak bo'ladi. Ya'ni biz ayollar pozitsiyasida bo'lganimizda bilamizki, turmush o'rtog'imiz uchun doim uning xizmatini qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni oilada undan tashqari va turmush o'rtog'imizni qarindoshlari, ya'ni ota-onalari, farzandlarimiz oilaga kiradi. Aslida biz ayol pozitsiyasida bo'lgan paytimiz nima qilamiz? Turmush o'rtog'imiz uchun doimo qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni qilamiz. Ya'ni unga nimalar kiradi? Ovqat pishir, xizmatini qil, uyini yig'ishtir, qarindoshlarini chiroyli kutib ol, hurmatini joyiga qo'y. Natijada eng katta muammo ayollar menga kelib so'raydigan, men 100% u uchun hamma narsa qildim. Men hattoki o'zimni unutdim, lekin turmush o'rtog'im uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qildim. Ya'ni 100% u uchun xizmat qilamiz va 100% ulardan javob kutamiz. Lekin natijada biz qadrsizlanish, olamiz turmush o'rtog'imizdan. Va mana bunday oilalar juda ham ko'p. Va siz savol berishingiz mumkin. Nega unaqa bo'ladi? Nima qilishim kerakki, mana shu qilgan mehnatlarim uchun men 100% berdim va 100% olishim uchun. Uning uchun esa biz unutmasligimiz kerak. Bizni yaratgan zot haqida. Alloh bizni yaratganda u qonun qoidalarni ham yaratdi. Ya'ni ayolning qalbida nima borligini faqatgina u biladi. Ya'ni inson biron gapirishidan kelib chiqib, biz unga o'z bahoyimizni qo'yamiz. Ya'ni u qanday insonligi haqida, maqsadi nimaligi haqida, lekin haqiqiy niyatimizni faqatgina bizni yaratgan zot biladi. Va uni formulasi shunaqaki, sxemani qarang, qanaqa zo'r ishlaydi. Shundayki, qachonki biz mana shu qilayotgan mehnatlarimizni aslida bu juda ham to'g'ri qilyapti hammasini. Faqat bizni niyatimizni, amalimizni yo uyali yo buyali qiladigan aslida bizni niyatimiz. Ana shu niyatimizni to'g'rilab olganimizda 100% bular uchun, 100% bular uchun emas, 100% yaratgan uchun deb qilsak,
Ya'ni biz natijani erdan, bu insonlardan kutmaymizda, faqat u uchun qilamiz. Ana shunda erning yuragini, qalbini Alloh boshqaradi. Shunda bu 100% qilib bizga qaytaradi. Ya'ni biz nima qilamiz? Erimizga aytamiz. Emotsiyaga berilamizda aytamiz. Men siz uchun qarindoshlaringizni, ota-onangizni hurmat qildim. Siz uchun xizmatingizni qildim, lekin siz bermadingiz. Lekin bu minnat erkak kishiga yoqmaydi va u qadrsizlantirishni boshlaydi. Hattoki shunaqa oilalar ham borki, ayol ideal darajada hammasini joy-joyida qilgan, lekin er bu 100ni 0 ga chiqarib, qadrsizlantirib, hattoki sen menga kerak emassan, ketsang ket, men seni yaxshi ko'rmayman degan oilalarni ham eshitib kelyapman. Shuning uchun biz qachonki bu sxema bo'yicha yashashni boshlaymiz, ana o'shanda biz 100 beramiz, 100 olamiz. Va hozirgi kundagi eng katta muammolardan biri ayol kishi qandaydir bir qolipdagi turmush o'rtoqni o'zi uchun yasab olgan. Ya'ni erkak kishi unday bo'lishi kerak, siz unday emassiz. Yoki qanaqadir Instagramlarda ko'rib olib, qaysidir bir yulduzni turmush o'rtog'i mana bu shaharga boribdi, siz esa unday emassiz deyiladi. Aslida bu biz nafsimizga quloq solayotganligimiz va aynan nafs bor joyda munosabatlarda o'sish bo'lmaydi. Biz qachonki qabul qilamiz, ya'ni yaratgan adashishi mumkin emas. U bizga shu insonni juft qilib berdimi, demak biz uchun shu xayrlisi. Va uni biz faqatgina qabul qilganimizda, nafsimizni jilovlaganimizda va nimaki qilmasak, faqat uni roziligi uchun qilganimizda, shundagina biz o'samiz va munosabatlar yaxshilana boradi. Aslida hozirda ko'p eshitamiz, nima qilsang ham Alloh roziligi uchun qil deb. Ko'pchilik ayollar mana shu narsani qilib kelishyapti, lekin bu faqatgina tilda bo'lib qolyapti. Nima degani o'zi haq roziligi uchun xizmat qilish, yaxshilik qilish insonlarga. Faqatgina bu turmush o'rtoqda emas aslida. U degani shartsiz qilish, ya'ni natijani insondan kutish emas. Qildik, unutdik va bilamiz, u bilib turibdi, ko'rib turibdi, u shundoq qoldirmaydi, albatta xayrli qilib bizga uni qaytaradi. Va shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib faqatgina tilimda bo'lib qolmasligi uchun, qanday qilib mana shunday ayolga aylanish mumkinki, oiladagi munosabatlar ham yaxshi bo'lishi va yaratgan bilan aloqalarni mustahkamlash uchun men buni sizlarga aynan mo'jizalar kaliti kursimda etapma-etap, qadamma-qadam batafsil tushuntiraman. Uning uchun pastda qoldirilgan havola bo'yicha Telegramda aloqaga chiqishingiz mumkin. Kursimiz 1 oy davom etadi va 1 oy davomida men sizga to'liq tushuncha beraman. Kursning narxiga keladigan bo'lsak, aslida 800 ming so'm, lekin aynan mana shu havola orqali siz kursni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, faqatgina boshidagi 100 ta inson uchun kursni 200 ming so'm qilib qo'ydik. Shoshiling. Bugungi videodan o'zingizga yangi insight olgan bo'lsangiz, albatta Instagram sahifangizda meni istoriyada atmetka qilib keting. Bu men uchun juda ham yoqimli bo'ladi va menga yanada sizlar uchun yangi videolar olishda motivatsiya bo'ladi. Shu bilan birga meni YouTube'imga obuna bo'lib qo'ying. Yangi foydali bo'lgan videolarni o'tkazib yubormang. Barcha bilimlarim bilan bo'lishib boraman.